Assalomu alaykum azizlarim. Xalifalik maqomi. Xalifalik maqomin moziydan berdi. Payg'ambarlar avladi xalifa bo'ldi. Oxirgi ummatlar yetakchiligin Rasululloh payg'ambar ismiga tushdi. Ikki olam sarvari ketishini bilib, tayin qildi vazifasin chahoryorlarga. Xalifalik meros edi nabiralarga. Xiyonat qilishdi g'animlar unga. G'animlar da'vo qilib xalifalikni, nabiralar hayotiga hasad qilishdi. Jonlariga qasd qilishib imomzodalar o'rnini egallashdi xiyonatkorlar. Jonidan sevishgan zavjalarini shaytoni yo'l bilan qo'lga olishdi. Imom Husaynga zahar berishib, jigarini pora qilib shahid qilishdi. Misrga chaqirdi Imom Husaynni. Yolg'on va'dalarni berdi johillar. Karbolaning dashtida imomzodani shahid ayladilar u do'zaxiylar. Xaloyiq ortidan ergashgan edi. Karbolaning dashtida shahid qilishdi. Urushdan qolishgan musulmonlari yashirib qolishdi Zaynul Obidni. Payg'ambar avlodini barchasini qirdi. Xalifalik da'vosini qilmasin dedi. Sodiq xalqi orasidan bo'lib yashirin uzoq yillar yashadi Zaynul Obidin. Payg'ambar avlodini yashatmoq uchun, yuzini yoriq qilib oxirat uchun, Rasululloh yonida yorug' yuz bilan avlodini ko'rsatmoq niyatin qildi. Rasululloh kechirsin adashganlarini, imomzodalarga bergan azoblarini. Allohim kechirsin bu johillarni, mahsharda bersin jazolarini. Payg'ambar avlodi imomzodalar o'zga yurtga borib yashirindilar. Kurdlarning yurtiga, Turkiy xalqiga, Xitoy yurtlarida Uyg'ur xalqiga, Kavkaz xalqlaridan Chechen yurtidan, Dog'iston yurtidan, Ozarbayjondan, Tatariston yurtlaridan o'rin oldilar. Musulmon bo'lishga da'vat qildilar. Payg'ambar avlodi ashrafzodalar, Bibi Fotimaning nuri diydasi, Sayyidi avlodning davomchilari, musulmon yorlig'iga hamdu sanolar.